Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar. Bugun 19 noyabr 2025-yil, haftaning chorshanba kuni. Hozir hammom pistalar manaki o'riklari shakl berish ishlari ketyapti. Hammom pista haqida men qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Shakl berish, keyin o'g'itlash, keyin uni o'sish shakli qanday bo'ladi, shu haqida qisqacha ma'lumot beraman. Mana bu oldimda turgan hammom pista, bu tog' malikasi. Bu pista o'rtacha kaliberli, katta bo'lmaydi, unday yirik bo'lmaydi, mayda ham bo'lmaydi. 1 kiloda taxminan 1200 tacha bo'ladi. Hosildorligi juda yuqori. Faqat dam olish sikli sal boshqa pistalarga nisbatan ko'proq. Hosildorligi yaxshi. Mana hozir qarshimizda turgan pista 7 yillik. Bu pista hozircha dam olishi kuzatilgani yo'q. O'tgan yili hosil ko'rsatgan. Mana shu yil ham yaxshi hosildorlik kirtiklari nishona berib turibdi. Mana e'tibor qiladigan bo'lsak, hammom pistani shakl berishda olmaga o'xshab liderlar kesilmaydi. Faqat qarama-qarshi bir-biriga qarab o'sgan novdalar kesilishi kerak. Mana hozir bu yerda ikkita novda kesildi, mana bu yerda kesildi. Bu ichkariga qarab o'sgan. Yana bu yerda bitta shox kesildi. Bu mana bu pastdagi novdan ustidan parallel o'sgan. Shuning uchun bu kesildi. Lider turibdi, mana lider novda turibdi. Hammom pistalar asosan yon tomonga qarab o'sadi. Mana e'tibor qiladigan bo'lsak, yon tomonga yaxshigina o'sgan. Yon tomonga o'sgan. Shuning uchun yon tomonga o'sganini tabiiy holat bu. Bittasimon bo'lgani uchun yon tomonga qarab o'sadi bular. Orasini keng o'sishini hisobga optimal variant 6 ga 6 deb hisoblanadi. Eronda masalan yaqin ekish sxemalari bizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ko'p yangi pista ekayotganlarga maslahatim, yaqin ekishni tavsiya qilmayman. 6 ga 6 yaxshi variant. Biz bog'imizga 6 ga 8 ekkanmiz. Orasiga mana bodom ekilgan, o'rik ekilgan. Qachondir nima bo'lsa, bir-biriga xalaqit berib boshlasa, bular olinadi. Shunda erkin o'sadi. Xo'p, hammom pistani hosil kirtaklariga keladigan bo'lsak, payvand pista bu. Payvand pista urug'dan ekilganga qaraganda hosildorligi yuqori bo'ladi. Shuni hozir isbotlashga harakat qilaman. Xo'p, payvand qilinmagan pista asosan yuqori qismida hosil ko'rsatadi. Payvand pistalar umuman tanani yaqin, kundaga yaqin joylarda hosil kirtak bo'ladi. Mana isboti. Mana bu novdalardagi kirtaklar hammasi hosil kirtak. Mana bu kundaga yaqin turibdi, mana. Bularda ham hosil kirtak bor, mana. Hosil kirtagi juda ham ko'p. Bu pistada hosil kirtaklari nihoyatda ko'p. Mana bu novdalar hammasi hosil kirtak. Tanaga yaqin bo'lgan novdalardan yana ko'rsataman. Mana bu novda. Mana bu ham hosil kirtak. Mana kirtaklar hosil kirtak hisoblanadi. Xo'p, mana bular o'tgan yilgi hosil kirtakdan qolgan cho'pchalari. Bularni olib tashlaymiz. Endi mana o'g'itlarga keladigan bo'lsak, kaliy, ammofos hosil sepiladi. Hosili bor pistalarga sepgan yaxshi. Hosil yo'qlarga bahorda keyin nima bersa bo'ladi, azot bersa bo'ladi. Uni ham oz-ozdan porsiya qilib bersa yaxshi bo'ladi. Endi toza ko'p bo'lib ketsa, ziyon qilishi mumkin. Shuning uchun har sug'organda oz-ozdan berib borilsa, natija yaxshi bo'ladi. E'tibor uchun rahmat hammaga.